Mana bugungi videomizda jo'ja boqish to'g'risida foydali narsalarni aytib o'tib ketamiz. Sinovdan o'tgan o'zimizning qilib yurgan narsalarimizni aytib o'tib ketamiz. Tuxumni suvda pishirganmiz. 15 ta tuxum, yarmini sarig'ini olib tashlaganmiz, yarmini sarig'ini olib tashlamaganmiz. O'zi sarig'i berish tavsiya etilmaydi. Endi bizda ko'p tuxum bo'lganligi uchun ozgina sarig'ini qo'shib berilyapti. Kuchlilik qilib ichini ketkizib yuborish mumkin. Qirg'ishdan mayda qilib chiqazib jo'jalarga beriladi. Jo'jalar juda yaxshi yeydi tuxumni va ancha yaxshi o'zgaradi. Bularni mana jo'ja ovqatini tashlamaslik uchun tuxumni fleykasi qo'yib qo'yilgan. Tashlamasdan uvol qilib tashamaydi. Suv idishlari ko'tarib qo'yiladi. Agar bu pastda turadigan bo'lsa, jo'ja kelib mana yoqqa tushib qolishi mumkin, oyog'i tegishi mumkin, urinib qoladi suvga tegib. Tuxum beriladi hozir jo'jalarimizga va undan tashqari makka bug'doy yormasidan ko'ra start yemini topib bersalar yaxshi bo'ladi. Jelatinni Yigotda zavodinikini bersalar yaxshi. Endi bu hech qanaqa reklama emas, tavsiya, shunchaki yaxshi yem bo'lganligi uchun tavsiya qilamiz. Yemxonada shu zavodnikini so'rab ko'rsanglar yoki undan tashqari yana ishonchli qanaqadir start yemini topib berasizlar, 15-20 kungacha beriladi. 15-20 kundan keyin 2-3 oygacha rost yemi beriladi. Bular o'sha jo'xori bug'doylardan ancha yaxshi o'stirib beradi. Keyin undan keyin jo'xori bug'doylarga o'tkazib yuboriladi bemalol. Mana jo'jalarimizda tetik, sog'lom hammasi, suv idishlar hammasida ko'tarib qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin. Kanalga obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqazmanglar. Mana shunaqa jo'jaga qiziqadigan, tovuqqa qiziqadigan tanishlarga videoni jo'natib qo'ysanglar manfaatli bo'ladi, foydali bo'ladi. Biz xursand bo'lamiz. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.